Muhim xabar: Anvar Salimov barchasini oshkor qildi. O'sha mashhur magnitli bilak uzukni siz buyurtma qilishni istaysizmi? Bu juda ham oson. Ampli taqinchoqning xususiyatlari haqida sizga bir nechasini aytib o'tmoqchiman. Ampli taqinchoqlari tarkibida anion, infraqizil nur, magnit, turmalin hamda germaniya kabi elementlarning mavjud bo'lishi inson organizmiga o'z tabiiy holati va ko'tarinki darajada serharakatliligini qaytaradi. Organizmning umumiy ahvolini yaxshilash va ishchanligini oshirishda yordam beradi. Anion immunitetni kuchaytiradi, jismoniy va aqliy mehnat qobiliyatini oshiradi. Moddalar almashinuvini yaxshilab, ortiqcha vazndan xalos bo'lishga sabab bo'luvchi gormonlarni me'yorga keltiradi. Nafas olishni yengillashtiradi, stress oqibatini bartaraf etib, ruhiy tushkunlikdan xalos etadi. Shuncha tarkibidagi bor hamma narsani bir martaning o'zida magnitli bilak uzukni buyurtma qilib olishingiz mumkin. Mahsulotning narxi 40 ming so'm, yetkazib berish xizmati ham mavjud. Barcha viloyatlarga yetkazib beramiz. Agarda siz o'zingiz buyurtma qila olmayotgan bo'lsangiz, bizning quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'lanishingiz va biz orqali buyurtma qilishingiz mumkin. Raqamlarimiz 94lik 955 47 97 raqamlariga Telegram orqali murojaat qilishingiz mumkin. Barcha viloyatlarga yetkazib berish xizmati bizda mavjud. Bizga to'lovlar olganingizdan keyin albatta mahsulotimiz ma'qul kelgandan so'ng amalga oshirishingiz mumkin. Tezkor va hamyonbop narxda magnitli bilak uzuklarimizni hoziroq xarid qiling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor va shou biznes xabarlarini o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Men bir kechada o'zimni yo'qotdim. Instagramdagi jonli efir vaqtida Salimov ko'z yoshlarini yashira olmadi. Bu safar u sahna emas, yuragidagi eng og'riqli xotiralar haqida gapirdi ilk bor. Otasi bilan vidolashgan kun bolagiga nuqta qo'ygan lahza bo'lgan. Otamni hech narsaga alishtirmasdan bir kun u eshikdan chiqib ketdi va qaytib kelmadi. Jasadini topishdi. Men o'sha kecha kattalashdim. O'sha kecha boshimga tog' qulagandek bo'ldi. Bu fojia hali boshlanishi edi. Otasining ketishi ortidan onasi og'ir kasallikka chalindi. Uzoq vaqt Salimov kasalxonalar aro yurdi. Hayot bir necha oyga to'xtagandek bo'ldi. Sahna jim bo'ldi. Ijod muzlab qoldi. Ammo hayot yana bir bor urdi. Akam men uchun ustoz edi. Uni bir avariyada yo'qotdim. O'sha kuni unga qo'ng'iroq qildim. Javob bermadi. Bu dunyodagi eng og'ir jimlik shu edi. Og'riq esa to'xtamadi. U sog'liq bilan ham kurashmoqda. Tashqaridan quvnoq ko'rinsa-da, Salimov bir necha yildan beri qon bosimi, asabiy buzilishlar, uyqusizlik va dori vositalarsiz yashay olmayotganini tan oldi. Ko'pchilik meni baxtli deb o'ylaydi, lekin har kuni uyg'onish, kurash, har kuni og'riq bilan yashayman. Shaxsiy hayotida ham tinchlik yo'q, u hozircha ajrashgan. Ammo yuragida faqat bir inson uchun joy bor, bu uning farzandi. Men bolamni otasiz qoldirdim deb o'ylamayman. Men har kuni uning ruhi yonida yashayman. U mening umidim. Bu chiqish efir emas, yurak faryodi edi. Izohlarda minglab odamlar yig'ladi. Yuragidagi alamni tan oldi, chunki bu efir bir insonning ichki otilib chiqqan qichqirig'i edi.